Yana bitta krassavchik J30 F90 body kit sotuvga keldi. 2018-yil. Ahamiyat bergan bo'lsanglar, boya aytganimdek F90 body kit mana ko'rishinglar mumkin, bamperlar ham, disklar ham, oldi bamper faralari bilan turibdi shu mashinada. Probeg 57,000 mil. Bu oddiy J30 emas, plug-in versiyasi, to есть gibrid. Mana отдельно zaryadkaga joyi bor. Bemalol zaryadka qilishingiz mumkin, ham benzin ham qo'yishingiz mumkin. Общий мощность 292 ot kuchi, razgon 100 gacha, pasport bo'yicha 509 sekund. Tortalo eshikda besключевой dostuplari bor. Salon ko'rishingiz mumkin, bejevый bilan qora kombinatsiyada o'zini заводской podsvetkalari bor, o'zgartirsanglar ham bo'ladi, a также деревянный вставкаlar. Endi shopir tomoniga o'tamiz. Pamять сиденья, полный электропакет. Mana rulga o'tirganingizda sizlarda vid shunaqa ochiladi. Двухзонный klimat-kontrol, 3 ta rejim езды, katta restyling display, optitronный цифровой табло. Tomimizda katta panoramный люк, a также беспроводная зарядка mavjud. Mana bu BMW'ning знаменитый fishkasi ham bor bu yerda bolalar. Qali, gap yo'q lekin yomon yoqadi bor-ku. Qora J30 bilan solishtirganda men buni komplektatsiya polni ko'rib chiqdim. 3 ta narsa bu mashinada yo'q. Massaj, 360 kamera, a также sistema Bank Olufsen. No, bu plug-in gibrid, ekonomichniy va kuchli bo'ladi, a также yili ham свежий, probegi ham kam. A narxiga keladigan bo'lsa, narxi 47500.